tümünü bir set bakar. Ustam. Hemece pezgine bu ne? Bu ağı arılan təminlik pacaq. Təmi yaxşı, turğumizlik köp dövlətinin tehditçiləri çəkilməyən. Fransızlar yemeklik materialı alaydı əhmiyyət verdi. İspanlar təmcan çeşke intayın mahiyyə İtaliya qarmıçıdır. Azraqlı sep qoyumuz. Oldu. Arılan təminlik pacaq çökən mərzatı aylandı. Tuz təmi, otçuqlıqı, buruqı, nəhayət özgücü qoptu. Qo'zg'onasida cho'kamliyan. Salom do'stlar. Men Ahid Baxi Qodir. Cho'kan mahsulotlari sizni Aypatimning kelin tanlashi filmini ko'rishga tavsiya qiladi. Biz musayarki baksak bo'ladi. Bermez. O'g'limning to'yini. Apa? Dada, men tanıştırıp qo'yay. Bu yoq mening bo'g'isi ayolim Nargiza bo'ladi. Biz to'y qilmoqchi. Albatta shu sen qo'shilsanglarda apa. Apa. Salom muhtaram mehmonlar, qadrli do'stlar, muğmasqan qarindoshlar, barcha vaqtinglar xushallik bo'lsin. Hammanglar mendan sevimli, mehrli, yolg'onlik salom. Ulug' ajdodlardan bizga miros qolgan to'y, 2 yoshning rishtisini bir-biriga chatgan to'y. Vapa bilan sadoqat, uyga barakat qatgan to'y, chiqqan do'stni jam qilib, xushallikqa solgan to'y. Yaxshi. Lekin siz o'zingiz kim o? Nereden geldiniz? Muşlarning hammasini bizga bir tunishtirib aytmamsiz? Shu. O'zingizni tunishtirib. Öz güzel, söz hasal, adab axloq babida bordir bir güzel. O'zdirman Nargiza. Dab qolsiz. Tövəndə öyümüzün yoruq yolduzu, keçilərdə yolun çırıqı, ailemizin törükü, öyümüzün çoğu bolğan qəddi qametlik, sönətlik, salafətlik, hürmət sazavər dadınızı siz təksib qoyalım. Çavar! Evet qulali. Aldı bilen bana söz kılış fırsatını berganınız rahmat kızım. Nemi degan ağızlık, gapdan kız bu ha? Nemi degan chiroyli so'zlar bu? Bu uyda mashunday chiroyli so'zlarni anglamag'im o'zim bo'ldi. Men endi nima bo'ldi? Albatta to'yinglarga qo'shildim qizim. Baxt bo'lgaysizlar. Rahmat. Dadam to'g'ri deydi. Yana bir qatim olqi sadolarimiz bilan 2 yoshni baxt tilaylik. Siz bu yerda 2 yoshga baxt tilaylik deb bu mening uyimda restoran o'qishib qoldingizmi qanday? Appa, to'yimizni oxirlashtirmay ketmaymiz. To'yimiz go'sht polo yemay mongmaymiz. Barcha azizlarning tilkini olmay qo'ymaymiz. Qani, marhamat. Ne? Polo geldi. Yemaganni yegizdingiz, kiymaganni kiydirdingiz. Biz uchun tatgan jafoyingizga rahmat appa. Tövəndə bir qolada böşükni təvəratda, yan bir qolada dunyoni təvəratgan, o'g'il sutini bizga bergan, barliqini biz farzandlar uchun fido qilgan mehribon, jafokash opamizni sizga taklif qilaylik. Qani, marhamat. Yaxshi. Qunduzdan qara, ko'zlari shahlo, bizga yor yo'lak, oppa nur aslo. Ansa. Nima desam bular? Nima deyishimni faqat bilamayapman qo'ndi. Voy qizim, siz ketgan.
gap sizlig'ingizda sizni bundoq qarab gap sesib to'xtatdigan o'xshab qoldim. Gap sesib dinlamadir ekan. Bu gapga jinimni baqsa, bolamni jinimni baqadi. Bolam tamag ichsa, bu tamag itamizlar, voy to'xtab tur deb gap bilan to'yg'izib qo'ysa, bolam o'rg'ib ketganmi? Undaq bo'lganki, bola o'rg'ib ketsa, mening yurgim kelmaydi-da. Undaq bo'lsa, ben Apa sen ayağımız bak be. Apa ensirmek kıyın şu alemde köngül koygan adamga degan gap bor. Şular ishlar asta-asta yaxshib ketadi ha. Yaxshi. Undaqda sorunimizni davomlashtiraveralaylik ya. Otaning orzusi, umidi shu to'y. Onaning kutgani shu to'y. Kamaltak to'y bilan echilsin baxtim. Toylardan toylarga ulaşsın bu toy. Ondaqda qızgın alqış sadalarımız bilan usulga merhamet. Usul? Şadlığı derya, göksi canan, iki yaş bulur, toylar mübarek. Kademler kutlu, toylar mübarek. Mengü bir topsun, yar yar iki koş yürek. Hey mübarek, toylar mübarek. Mengü bir soksun, yar yar iki koş yürek. Mengü bir soksun, yar yar iki koş yürek. Apa qanday to'y qizidimi? Voy baq qiz edi. Riyosatchi, buluş chiqdingiz bilan siz baq qolgansiz. Menga yordingiz qizim. Biroq menga kelin bo'lishga siz faqat yarmaydi ekansiz. Bo'ldi, shunday qilsam olqishlasin, ha? Alqishlar bilan siz olsun qo'yaylik. Ishga marhamat. Xo'sh. Hey qaramachan şu apamga algandimi tushuntirishni o'qib bir beray desam, hech tushunmayapman nima degandi u. Qarab, tarjima qilib olsak bo'ldi. Beklar. Mana. Bo'ldi mana. Voy. Yaman tarjima qildi-ku. Bo'ldi gap. Ajab qolaylik gap bu. Bucha qarang, mushu barmoq xat kirgizgich detalining rasmga tortib tarjima qilishdi. Her qaysi çoğun kiçik er pazarlardan düşürüp alalaysiz. Yana qog'oz bo'lib ketdi. Ay bundan davomli kaptirdi yerga. Voy kim o bu? Qaysi kichi? Bu men alovdan tushirgan qo'ng'iroq ovozi. Buni bo'lishda go'zal qizlar, anakin go'zal manzillar, qizg'iriq narsalar nisi bor? Nasma? Amsi bunu qanday tushirdiga? Buni shu bozorga alov deb bosingizlar tushiydi. Ay amsi meni tushirib qo'yma. Tushirlar. Agar deganimizdek chiqmaydigan bo'lsa, o'lgunimiz shu. Apa? Ha? Dada, ben tanıştırıp ki, bu yak benim boğusi ayolim Merbiye. Biz to'y qilmoqchi bo'lyapmiz apa, albatta sizlar ruxsat qilsanlar. Eyvallah. Bugün benim keyfiyetim pek yaxshi. Bo'ldi. Beni başka işlerimle qo'shildim. Baxsh bo'linglar, ha? Yaxshi. Hemen o'zimiz ketdi be. Hey balam, ma qizim nemish qildi? Tadqiqotchi. Hey men bahu, mush taladimi, o'ydimi, men ish yugatgan adamga bek ush. Men ish yugatmayman, men faqat tajribaxonada tadqiqot boraman. Nimani tadqiq qilsiz? Men kasbiy holda tushuntirsam, mening tadqiq qilganim qayta hosil bo'lmaydigan insonlarning ishlab chiqarish, fan ma'rif, turmush, anadagi qatnash,
davlat mudofaasi qatorliq mushu bir turkum faoliyatlarda bir qatım ichib aylanib bo'lgan narsalarni biroq qilingandan keyin qayta yig'ib olib qayta foydalangan bo'ladigan moddiy boyliqlarni tadqiq qilaman. Bir elden düşengide qilib tushundirsalar bo'lmaydi. Çok men tushundim. Demek bu ne? Şu ahlatlarni qaytadan ishlab chiqarib, qaytadan bir ratlab, yeni bir ders yasaydi. Demek ki o ne şu ahlatlarni bir tarafdan topa. Ahlatchi. Bu sizning nima deganingiz? Bu menda tadqiqotchini shundoq desangiz to'g'ri bo'lamda. Hey, anda qo'rsuag'o qarang. Tadqiqotchi. Ashxandik, so'ylovchi. Qanday bir tiratqansiz? Odatdagi so'ylovchilarnimi? Unda so'ylovchilarchi ma odam badaniga intoy ziyonli. Ularningki tarkibida mush ximiyalik moddalar bek jiq. Shuning uchun biz ularni chuqur ayirib tashlashimiz kerak. Qalbimiz sizlar? O halklarına bakar, çırayla katlap somkumuzga sele, mihman bağa yerki, polonu ayırayım, güçünü ayırayım, taktörünü ayırayım, kemtini ayırayım, meyvelerini ayırayım, kaçlap büyük ayırayım. Ben sizge desem ki bu solyo halkının terkibide ximiyalik moddalar bekçi, muş adamni rokkesel qilib qo'yishim mumkin. Tabi biz hozir bizga bilinmagani bilan cho'ma kelgusida cho'qim insonlarni bir-birlab rokkesel qilib, mush bizning hayotimiz xavf yetib keldi bu. Oy, neymi degan jiq gap bu. Xan, menchu sizning kelgusigizga asosan bir savol so'rayman. Bu nima? Oldi bilan xam materiallarni birlikda aralashtirib, uni yuqori temperaturada eritish orqali shaklga kirgizilgan enekronka. Bu deganing ma'qu, rangni pishirganga ishirtirgan qiyin. Mana. Ko'rdingizmi? Nima qandoqsa buni ishlatkili bo'ladi? Bu shunday ishitdi shu. Bo'ldi. Tadqiqotchi Xan. Tamam, ismini bilarsiz? Albatta bilaman. Xalq. Qandoq bo'lsa, karantinga ko'z qo'ymansiz. Ashxan ashu. Opa, men 200 ml suda tayyorlagan tayyor cho'pi tayyor bo'ldi. Hey, nima bu? Buni Ayşem Hanım to'xosimi yemeğide? Bu tamam yaratmadingizmi? Menchu, nerede bu shundoq uy ishidan boshqa ishni bilmaydigan ayolning gapini anglayman deb 9 yil o'qimagan. Ketaman. Ketim? Bartur, juring, men bilmagansiz ya. Bir mana gap, kechda cho'nglardan biz birga tayyor cho'paymiz deb tishib ketdik. Hey, menchu sizning kallangiz nima o'ylayotganingizni bilib bo'ldim. Menchu sizning kallangizni nima o'ylaydiganingizni bilib bo'ldim. Maktabda 9 yil o'qibsiz. Endi-chu, kelin bo'lishni 5 yil o'qib keling, ha? Hey balam, muşunda tört göz kızlardan diyerek dursan babamdı. Endi dikkat qila ya, pa. Dikima, tayyor cho'p. Hey, bo'ldi qila. Papa. Yo. Sen tamam etib berasizlar. Canım balam, bu nigin kamidimi? Ey, ma'qul. Men seni tamam etib ber. Ne bu?